yaxshi yomon gaplarim uchun meni Alloh uchun kechiring. Bir oy sabr bilan tutgan ro'zalaringizni Alloh chiroyli ajrlar bilan mukofotlasin. Umringizni uzoq qilsin. Oilangizga doim xayr va barakotini nasib. O'tib borayotir muborak kunlar. Allohning rahmati yog'ilmish tunlar. Ko'zlarda yosh ila tilaymiz tilak. Arafa kuningiz bo'lsin muborak. Bugun barq urar falakdan iymon. Bugun ushalmoqda jamiki armon. Bugun ijobatdir har qaysi tilak. Kirib kelayotgan hayit muborak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qalbida iymoni, qo'lida Qur'oni, o'qigani namoz, so'zlagani hadis, izlagani ilm, istagani jannat, hayoti ibodatda, hayoli itoatda.